Kichik biznes va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, ularning mavjud muammolarini hal etish maqsadida mutasaddi tashkilot rahbarlari hududlarda sayyor qabullar o'tkazmoqda. Navbatdagi aholi bilan ana shunday muloqotdan muxbirimiz xabar qiladi. Navoiy viloyatida tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va mavjud muammolarni joyida hal etish maqsadida amaliy ishlar olib borilmoqda. Shu maqsadda Navoiy viloyati soliq boshqarmasi boshlig'i G'ozg'on shahrida tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Uchrashuvda kichik va o'rta biznes vakillari faol ishtirok etdi. Tadbirkorlar tomonidan yuridik shaxslarga tegishli yer toifalarini o'zgartirish, soliq imtiyozlaridan foydalanish, qo'shilgan qiymat solig'idan hosil bo'lgan ortiqcha to'lovni qaytarish, kadastr organlari ma'lumotlar bazasidagi xatoliklar sababli to'g'ri hisoblangan yer solig'i miqdorini qayta ko'rib chiqish kabi dolzarb masalalar ko'tarildi. Muloqot davomida soliq boshqarmasining tegishli bo'lim rahbarlari tomonidan har bir murojaat qonunchilik doirasida o'rganildi, ayrim masalalar joyida hal etildi. Boshqalari bo'yicha aniq muddat va choralar belgilandi. Shuningdek, boshqarma boshlig'i uchrashuvdan so'ng tadbirkorlar huzuriga borgan holda ularning muammolarini o'rgandi. Tadbirkor murojaati yechimi yuzasidan mutasaddilar bilan hamkorlikda aniq choralar belgilandi. Mazkur ochiq muloqot tadbirkorlik subyektlarining muammolarini bevosita eshitish va tizimli yechimlar topishga xizmat qilmoqda. Ushbu amaliy yondashuv viloyatning boshqa hududlarida ham davom ettirilmoqda.